Aka o'z ukasining xotini va qizini pichoqlab o'ldirdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida fuqaro o'z ukasining xotini va qizini pichoqlab o'ldirdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar tarqatdi. Shu kuni soat 23:00 atrofida fuqaro AA 1961-yilda tug'ilgan, meros qolgan uyni sotishdan tushgan 97 million so'm pul mablag'ini o'zaro taqsimlashda ukasi bilan o'zaro nizoga borib qolgan. Nizo oqibatida ukasining uyiga uning oila a'zolari bilan o'zaro janjallashib, qasddan o'ldirish maqsadida o'zi bilan olib kelgan pichoq bilan dastlab ukasining turmush o'rtog'i Geme 1964-yilda tug'ilgan hamda uning qizlari XA 1987-yilda tug'ilgan va GA 1997-yilda tug'ilganlarni tanalarining turli joylariga bir necha marotaba urib, hodisa joyidan qochib yashiringan. Olgan tan jarohatlari oqibatida Geme va uning qizi XA'lar hodisa joyida vafot etganlar. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida GA'ning hayoti saqlab qolindi. Mazkur holat yuzasidan To'raqo'rg'on tumani prokuraturasi tomonidan AAga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi AJ bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. AA tegishli protsessual tartibda ushlangan. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.